Andijon viloyatida aholi turmush sharoitini yaxshilash, ayniqsa ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bu borada sharoiti og'ir bo'lgan hududlar alohida tanlab olinib, ularda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Jumladan Andijon shahridagi Obod mahallasida ham ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq muammolar bosqichma-bosqich hal etilib, aholiga qulay sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Haqiqatdan ham bizning Obod mahalla fuqarolar yig'inida 81-yilda tortilgan suv tarmog'i juda yomon holatda bo'luvdi. Ichimlik suvida muammolar ancha ko'p edi. 1,5 kilometr ichimlik suv yangilanyapti. Ishlarni yakunlashga kelib qoldi suv ta'minoti bo'yicha. Shu bo'layotgan ishlardan barcha mahallamiz fuqarolari, oqsoqollari, nuroniylar hammasi xursand. Yurtboshimizga rahmat aytib, duolar qilishyapti har kuni. Mazkur hududda 8100 nafar aholi, 1400 ta xonadan mavjud bo'lib, 3 ta asosiy va 26 ta ichki ko'cha aholiga xizmat qilmoqda. Hududning ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 100% ni tashkil etganiga qaramasdan, 1982-yilda tortilgan tarmoq vaqt o'tishi bilan eskirgan. Shu bois ayni paytda universal avtogermetik mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan diametri 160 mm bo'lgan quvur orqali 1,5 kilometr yangi ichimlik suvi tarmog'i tortilmoqda. Ushbu ishlar aholining ichimlik suvi ta'minotini yanada yaxshilash, tizim barqarorligini ta'minlash hamda kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga xizmat qiladi.